Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan telefonda sarmoyasiz o'yin o'ynash orqali pul ishlashni o'rganib o'tamiz va sizlar bilan birgalikda pul ishlab, pul chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Demak do'stlar, videoni boshlamasidan oldin shu videoga birdan like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, meni bundan keyin chiqadigan videolarimni ham ko'rib borasiz. Demak do'stlar, videoni boshlaymiz. Bugun bizga mana shu 3 ta ilova kerak bo'ladi. Mana Citrus, Zarobotennik, bu ham shunaqa Zarobotennik. Va bizga eng asosiy kerak bo'ladigan ilova bu mana bu virtual room, ya'ni webhonis. Bu haqida video ko'rganman to'liq. Agarda bu haqida videoni ko'rmagan bo'lsanglar, mana shu videoni opsiyasida shu video silkasini qo'yaman. Demak do'stlar, birinchi bo'lib webhonisga kiramiz. Mana do'stlar, kirib oldik. Bunda HackUpData Pro'miz turadi. Bu yerga tashlaganman. Sababi men telefonim versiyasi Android 14, o'shaning uchun ishlamaydi. Bu virtual roomda ishlaydi. O'shaning uchun bunda qilamiz. Bunda versiyasi mana 7 bo'ladi. O'shaning uchun bunda HackUpData ishlaydi. Demak do'stlar, birinchi bo'lib ilovalarni bu yerga import qilib olamiz. Bu yerdan Citrus deb yozamiz va Citrus import qilamiz. Va ikkinchisi Zarobotennik, uni ham import qilamiz bu yerga. Mana ikkitasi. Va bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin, telefonimizga import bo'ldi. Ana endi ularni asosiy ekranga chiqarib olamiz. Xo'p, birinchi bo'lib mana bu Citrusdan boshlaymiz. Bu ilova 100% to'lovda. Buni hamma hozir pul ishlab pul chiqaryapti. Hozir bunda ham biz pul ishlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib bunda asosan reklama ko'rib pul ishlaymiz. Bu yerda mana Watch Ad ustiga bosinglar, reklama beradi va sizga mana bu yulduz beradi. Va bu yulduzchalarni siz pul qilib yechib olishingiz mumkin. Bu yerda vizra bo'lib o'tamiz va bizga mana ключ beradi. Va buni klik copy ustiga bosamiz. Mana copy qilib oldi. Endi saytga o'tamiz. Mana bu ilovani saytiga va boyagi ключni qo'yamiz. White'ni bosamiz. Mana o'zini saytga olib o'tadi. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Hop, bizda hozir mana 50 ta ochko bor. Bu yerda mana 2000 ta ochko 1 rubl bo'lar ekan, 5000 ta ochko 3 rubl bo'lar ekan, mana 15000 ta ochko 10 rubl, xullas mana shunaqa ketaverar ekan. Bu yerdan masalan ustiga bosib, mana payer hamyoningizga yozib yechib olishingiz mumkin. Xo'p, bundan chiqib ketamiz. Mana home bo'lib o'tamiz va Watch Ad ustiga bosamiz. Va bizga mana reklama beradi. Va reklamani ko'rib bo'ldik. X bosamiz va mana ko'rishingiz mumkin, har bitta ko'rgan reklamamiz uchun 24 yulduzdan berar ekan. Xo'p, hozir biz bunday qilib ishlab o'tiramizda. Bu ilovani hozir vuzlon qilib ishga harakat qilib ko'ramiz va vuzlon qilib pul ishib ko'ramiz. Hozir buni yopamiz birinchi va HackUpDataga kiramiz. Bu yerda mana Citrus tanlaymiz va bu yerda mana o'yinni kod yozilgan bo'ladi. Hozir o'yinni kodini topamiz. Videoni topib turaman hozir. Hozir do'stlar qarab chiqdim. Bu yerda o'yinni kodlar juda ham ko'p. Shifr qilib yashirib qo'yishgan ekan. Hozir to'g'ri topolmayapman buni, qayerda kod borligini. Hozir buni to'g'ri topolmadim. Videoni YouTube'ga joylayman. Keyin kodini topsam Telegram kanalimga mana shu joyini screenshot qilib, ichidan ko'rsatib, o'zim Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Hozir keyingi ilovani hozir o'zdan qo'shib ko'ramiz. Hop, bu Citrus hozircha bo'lmadi. Mana bu ilovaga kiramiz. Zarobotennikka. Hop, biz bunda reklama ko'rib pul ishimiz bunda ham mana bu yerda buni ustiga bosamiz, bir marta bosamiz. Va bizga mana reklama beradi. Va X bosamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, bizga 0.110 rubl berdi. Har bitta reklama ko'rganimizga shunaqa berar ekan. Xo'p, bu yerda Vivid 200 rubl ekan. Xo'p, hozir mana buni biz o'zgartirib pulni ko'paytiramiz. Bundan chiqib ketamiz.
0,110. Bizga kalkulyator kerak bo'ladi hozir. 200 ni bo'lamiz 0,110 ga. 1818 ta reklama ko'rsa 200 rubl bo'lar ekan. Xo'p, hozir 1818. Xo'p, 1818 emas. Mana 1819 ta reklama ko'rsa shunaqa bo'lar ekan. Xo'p, endigi navbat ilovani yopdik. Haqabtada kiramiz. Bu yerda ilovani tanlaymiz. Va bu yerda mana bizni balansimiz turadi. Buni o'zgartirib olamiz. Ya'ni boyagi songa 200,09. 200,09. Hop, 200 qildik hozir. Mana 200 qildik. 200,09 bo'lmasga mana 200 ni o'zini yozdim. Hop, endi haqabtadan yopamiz va ilovaga qaytadan kiramiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana bizning balansimiz o'zgardi. Endi yana bir marta reklama ko'rib qo'yamiz. Bu yerda mana hozir robotning ustiga bosamiz. Va X bosamiz. Va bo'ldi. Endigi navbat hozir biz pul yechib ko'ramiz. Bu yerda Vivistrasyon ustiga bosamiz. Mana Human Pay deyapti. Hop, bu yerga 200 deb yozamiz. Nomer qarshilikka Pay raqamimizni yozamiz. Bu yerga mana Pay hammamiz yozib oldik. Ism degan joyga ism yozamiz. Biromitda. Va Отправить ustiga bosamiz. Dengi отправлен dedi va mana pul jo'natildi dedi. Va bizning pulimizni hozir yechib olmabdi. Hozir ilova bir marta yopaman. Qaytadan kiramiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, endi bizning mana pulimizni ham yechib oldi. Bu ham ketdi. Mana 3-ilovamiz. Xo'p, kirib olgandan so'ng bu yerda mana ikkinchi bo'limga o'tamiz. Mana dollar belgisi bor, ustiga bosamiz va bu yerdan nachatni bosamiz. Va spin aylantirar ekanmiz. Va bizga mana 0,05 rubl berdi, ya'ni 0,5 kopeyka berdi. X bosamiz. Bu yerda mana spin aylantirsanglar har xil tushar ekan. Agarda mana смотрите foto deyapti, ya'ni buni ustiga bosib reklama ko'ruvchilar 0,10 rubldan berar ekan. Mana buni ustiga bosamiz. Reklama ekan bu. Va mana ko'rishingiz mumkin, bizning mana balansimiz o'zgardi. Xo'p, bu yerda 0,10 bo'lsa, buni hozir minimal pul chiqarishini ko'ramiz. Bu yerda minimal pul chiqarish 500 rubl ekan. Xo'p, bu yerda hozir 0,10 bo'lsa, shunda 5000 bo'ladi. Hozir yana hisoblaymiz. $500 bo'lamiz 0,10 ga. Mana 5000 bo'lar ekan. 5000 ta reklama ko'rsa 500 rubl bo'lar ekan. Bu juda ham qiyin. O'shaning uchun hozir buni ham mana uzun qilamiz. Meni sevimli ilova mana haqabtada kiramiz. Mana ilovaga kiramiz va bu yerda upsetning ustiga bossak, mana bizning balansimiz turadi. Bu yerga mana yozamiz. Hop, 500.25 desak bo'larmi? Mana bo'lar ekan. Xo'p, mana endi ilovaga qaytib kiramiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, mana bizning balansimiz o'zgardi. Endi yana bitta reklama ko'rib qo'yamiz. Kod to'g'ri yozilishi uchun. Xo'p, mana смотрите за fotoning ustiga bosamiz. Mana X bosamiz. Va bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin. Endigi navbat mana pul yechishga bu yerda mana Pay ustiga bosamiz. Emailga mana bunga mayli Ruslan deb yozamiz. Nomerga Pay nomerimizni yozamiz. Mana yozib oldik. Endi bu yerga mana 500 rubl deb yozamiz. Va Wivit ustiga bosamiz. Успешно Wivit dedi va asosiy bo'limga o'tsak, mana bizning pulimizni yechib oldi.
Mana do'stlar, juda ham oson. Hozirning o'zida biz 700 rubldan ortiq pul ishladik. Endi buni puli tushish aniq yo'lini bilmayman o'zim ham to'g'risi. Agarda ilovalar pul to'lasak, chekini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mana bu Citrus ham o'zim qo'shishga harakat qilib ko'raman. Bu 100% to'lovda buni to'laganini ko'rganman. Xullas do'stlar, video shu bilan yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.